Bilasizmi, bizda fikrlash yo'q. Bizda o'zimizni fikrimiz yo'q. Lekin bolamga fikrlashga ruxsat bermayapman. Adam menga qatdan ruxsat bersin. Bu tan olish kerak. Meni fikrim bor deb turib bu narsani o'ziga qalqon qilib turib bilgan bo'qqini yeb yurgan odamlar ham bor. Bular istisno. Instagramda postlarni ko'rib turibman. Bular o'zbekmi deysiz? Bular musulmonning bolasimi deysiz? Mana ko'nglim sezyapti. Yaqin kunlarda bu narsalar juda ham avj olib ketadi. Yo, salom hammaga. Bugun biz jamiyatda fikrlash haqida gaplashamiz. Ya'ni hozirgi yoshlarni va kattalarni fikrlash haqida. Videoda ba'zi bir joylarda xato gap gapirgan bo'lsam, avvalambor uzr so'rayman. Bular shunchaki meni fikrim edi. Tajribamda o'tgan va o'rgangan narsalarim. Bilasizmi, bizda fikrlash yo'q. Ya'ni bizda o'zimizni fikrimiz yo'q. Bu gapni men juda ko'pchilik aytganman. Ko'pchilik bu narsani ma'qullamaydi. Meni fikrim bor, meni dunyoqarashim bor, o'zimni olamim bor. Ha, okey, lekin sen qilayotgan amallar bilan bu umuman bir-biriga teskari. Buni izohlab beraman sizga. Juda ko'p misollar bilan. Eng avvalo o'zimiz tushunadigan darajaga tushirib gapirsam, siz PUBG o'ynagansiz, yo bo'lmasa Mobile Legends o'ynagansiz. Shulardan misol. Kichkinagina. Hamma M416 avtomatida o'ynayapti. Siz ham shuni olasiz. Sabab yo'q. U yaxshi otadi boshqa. Lekin o'zi undan yaxshiroq otadi deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Yoki hamma snayper o'tda, men ham snayper olaman. Xuddi shunaqa. Bizning jamiyat kimgadir qarab turib, undan narsa o'rganib, o'sha narsani qilib o'rgangan. Ya'ni o'zining fikri yo'q. Buni oddiy bir misol reklamadan kelib chiqib gapirsak bo'ladi. Misol uchun bugun darsga bordik, darsimizda aytishyapti. Amerikada odamlarning hissiyotini uyg'otadigan narsalar bilan reklama qilishadi. Avtomobil sotib olmoqchimisan? Avtomobilga mos auditoriyaga, ularning fikrlashiga mos reklama qilinadi. Bizda bo'lsa, unaqa narsa yo'q. Bizda unaqa reklama qilinmaydi. Chunki bizdagi odamlar, ya'ni iste'molchilar bunga tayyor emas. Hatto men ham, siz ham. Biz darajasi bor-ku, nimani xohlayotganimizni o'zimiz bilmaymiz va bizni boshqarishadi. Yo, men bu yerda davlat yoki siyosiy narsalar haqida gapirmayapman. Bu yerda kichkina bir sotuv amali desak ham bo'ladi. Yo'q, sotuv strategiyasi desa aniqroq bo'ladi. Men content makerman. Meni ishimda odamlarni psixologiyasidan kelib chiqib turib, ularga yoqadigan reklama rolik tayyorlash va olish. Men rosa harakat qilganman. Psixologiyaga ta'sir qiladigan, sizni ichki olamingizga to'g'ri keladigan videolar olib turib, ularni sizlarga ko'rsatib turib, mahsulot sotishga. Yo'q. Ishoning, olishmaydi. Bizkilar o'zlari nima xohlayotganini bilishmaydi. Shunchaki mana bu bor, sizga yoqishi aniq, umringizda birinchi marta ishlatgan narsangiz va umringizda oxirigacha shu narsani ishlatganingizdan baxtli bo'lasiz deb turib sizga bersam, siz olasiz. Bu personajni ham olavermaydi. Lekin sizlarga Sasuke ichki olamidan yolg'iz, ota-onasiz katta bo'ldi, akasidan qasos olish uchun kuchaydi, harakat qildi. Tipa cheaterga o'xshagan Naruto degan odamning orqasidan yurdi, yo bo'lmasam uni o'ziga ergashtirib yurdi majburligidan va itakdali gaplar deb turib uni ichida o'tgan, mana bu personaj ichida o'tgan hissiyotlarni sizga aytsam va sizning hissiyotlaringiz unikiga to'g'ri keladigan darajada bo'lsa, siz bu mahsulot sota olarmidingiz? Yo'q. Chunki buni kerak emas deb bilasiz. Agar men sizga mana shunaqa temada gapirsam, realni. Bunga sabab nima bilasizmi? Ya'ni bizni fikrimiz yo'qligiga sabab nima? Oldindan aytib qo'yaman. Ota-onalarni, yo bo'lmasam kattalarni, maktabdagi o'qituvchilarni, ustozlarni yomonlash niyatim yo'q. Shunchaki bu meni shaxsiy fikrim. Eng avvalo bunga sabab majburlash. O'zimdan misol qilsam, men 17 yoshimda adam aytgan, "Davay, makaron sexda ishla", qo'shnimiz makaron sexda ishlayotgan. Bo'pti, xo'p, ishlayman dedim, ishladim. Ishlolmadim, qiynalib ketdim. 16-17 yoshli bola 24 soat ishlaydi. Yana bir 24 soat dam oladi, yana 24 soat ishlaydi. Bunga chidolmadim men. Yo, bantingil ishlab yuribdi o'tda, lekin men ishlolmadim. Adam aytdi: "No, davay, chiqib qo'yding. Eplolmaysan, bitta ish xotira olmaysan, qo'lingdan bo'qam kelmaydi, boshqa ish qil." Okey, men depressiyadaman. Nima ish qilsam bo'ladi? Adam bo'lsa aytdi: "Bor qarindoshlaring bilan stroykada yoki mana shunaqa joyda ishla yoki oshxonada ishla." Shunga o'xshagan takliflar. Va men juda ko'p qismida eplolmadim. Chunki bu meni yoqtirgan ish emasdi. Men bu ishdan mazza qilmasdim. Mendan hatto fikr ham so'ramagan adam. Yo, men odamni yomonlash niyatim yo'q. Men odamni hurmat qilaman. Odamni o'rnak olaman. Lekin odamni ham tushunishim kerak bo'lgan vaziyat bor. Bunga keyinroq to'xtalamiz. Bu yerda men kim bo'lishim kerak edi? Shunchaki bu ish menga to'g'ri kelmaydi. Bu ishni men yoqtirmayapman. Men bu ishni qila olmayman. Xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham qila olmayman. Mana shu gapni aytolmaganim uchun yuraverganman. Va bu menga o'xshagan 100 ta, 200 ta emas, minglab bolalar fikrsiz katta bo'lyapti degani. Bu bittagina ishga aloqador emas. Bu har bitta narsaga aloqador. Kiyinishga aloqador, sochga aloqador. Bu hezimizga men bu dappa deb biladigan, dappaga o'xshab qopti deb aytadigan sochingiz bor-ku. Bu meni fikrim. Buni men kimdandir o'rnak olib yoki kimgadir havas qilib soch qo'ymaganman. Menga yoqqani uchun qo'yganman. No tarafa. O'zingiz bir o'ylab ko'ring. Otasiz. Agar meni o'g'lim kelib turib, "Dada, men streamer bo'lmoqchiman" desa, men odamga, o'g'limga yo'q deyman. Chunki kichkinacha xayol keladi. Bolam eplolmasa-chi? Prosta vaqt o'tadi.
2-3 yil qildi deylik, eplolmadi, qaytib keldi uyga. Mas'uliyatni his qila olmadi. Chichib qo'ydi, parod qilib qo'ydi realni. Undan ko'ra men aytganimni qilganda hozir normalniy odam bo'lardi. Menda shunaqa hayot bo'ladi. Agar ota bo'lganimda, kelajakda. Agar eplab ketsa qo'y. Bunga imkon ham bermasdim. Shaxsan men. O'zim fikrim bor, lekin bolamga fikrlashga ruxsat bermayapman. Adam menga qatdan ruxsat bersin. Tushunasizmi? Lekin bolamga men tushuntirsam, xuddi adamga o'xshab, adamni bergan bitta maslahati menga butun umrga yetgulik maslahat bu. Asli adam juda ko'p gapiradilar. O'sha maslahatlar, bunisi juda zo'r edi. Nimadir bo'lib adam menga aytdi, bolam nima bo'lishidan qat'iy nazar o'zingni fikring bilan bu. Ya'ni o'zingni fikring bo'lsin har qanaqa vaziyatga dedilar. Hop dedim. Adam tushunmaganimni bildi va tushuntirib berdilar. Qara, ertaga oilani ikkinchi erkagi sen bo'lasan. Chunki men bitta o'g'ilman. Oying yo bo'lmasam seni xotining bo'ladi, bolalaring bo'ladi. O'shalarda oilada kichkinagina muammo yoki oilada bir tushunmovchilik vaziyat kelgan payt erkak kishi hal qilish kerak bo'lgan vaziyatda sen meni oldimga kelmasdan bu narsani hal qila olishing kerak. Erkak kishi shunaqa bo'ladi dedilar. Endi bu aynan erkak kishiga aloqador emas. Ayollarga ham, qizlarga ham aloqador narsa. Keyin buni bora tushunishni boshladim. Hozir ishlayotgan ishimda qiyinchiliklarga to'g'ri kelganimda yo bo'lmasam o'zimning fikrim bilan nimadir ish qilganimdan keyin uni yomon taraflari, ya'ni qiyinchilik vaziyati kelgan payti o'sha payt tushunishni boshladim odamni. Siz o'zingizni fikringiz bilan qilgan ishingizga o'zingiz mas'ul shaxs bo'lib qolasiz. Ya'ni parod qilib qo'yganingizdan keyin kimgadir borib gapirishga uyalib, bu narsani tuzatish uchun qo'lingiz kelguncha harakat qilasiz. Lekin adez etgan ish bilan qilsangiz, qanaqadir vaqt o'tgandan keyin bu narsaga mehringiz tushishni boshlaydi. Любой bitta ishda. Yaxshi pul topsa ham, bizda shunaqa-ku, ishi muhim emas, puli normalniy bo'lsa bo'ldi. Aynan shuning uchun bizda moliyaviy jihatdan har bitta O'zbekistondagi aholida moliyaviy jihatdan qiyinchilik bor. Puldan. Chunki biz juda ko'p pul haqida o'ylaymiz. Bizda fikr yo'qligini bir karantin payti bilganman. Umuman bizda O'zbekistondagi auditoriyada va mani tengqurlarda fikr yo'qligini. Bir video bor edi. Hammanglar ko'rgansizlar. Bug'i haqida. Bug'i va tumsoq. Tumsoqni o'tin deydi. Bitta bug'i kelib, "Yo'q, bu tumsoq" deydi. "Yo'q, bu to'nkasi, yo'q, bu nima" deydi. Tumsoq deydi. Короче, ikkalasi talashgandan keyin tumsoq yeb ketadi va orqasida bug'i kelib turib, "Yo'q, bu to'nka" deydi. Короче, shunaqa. Aynan o'shanda tushungandim. Bizda Instagram trendlar, kiyinishlar, uslublar hamma bir xil. O'sha videodan keyin tushunishni boshlaganman. Nega? Hammaning o'zining fikri bor, ha, lekin umumiy jihatdan-chi hech kimdan ajralib turmaydi. Bilmadim. Yo, u payt juda ko'p anime ko'rib yuborganimgami, balkim boshqa narsaga. Nolibeylik yaxshi taraflari ham bor. Bizda hozirda juda ko'pchilikni fikri bor deb o'ylayman. Ko'paymoqda. Ya'ni biz hammamiz Magic Cityda o'tirganimiz yo'q. Tushundinglar, to'g'rimi? Hammamiz bir xil emasmiz. Hatto animeshtiklar ham. Juda ko'pchilik animeshtiklarni bir xil deb o'ylaydi, lekin animeshtiklar ham turlarga bo'linadi. Pikmilar, sigmalar, suyuq bolalar va qizlar. Endi suyuq nimaligini tushundinglar. Ha, anime ko'rish masalasiga kelsak, anime ko'rishda turlar bor. Ya'ni kino ko'rishda ham bor bu narsa. Hamma ko'rgan narsasini ko'rmaydigan odamlar bor. Berserk ko'radigan odamlar, agar animedan xabaringiz bo'lmasa, sizning sigma tanishingiz bor. Uni o'zini dunyoqarashi bor, qanaqadir amerikanskiy fikrlaydi, yevropeyskiy fikrlaydi va u ko'radigan kinolar ham bir ajoyib g'aroyib va nechidir yildan keyin u ko'rgan narsalar trendga aylanib ketadi. Menda shunaqa tanishlar bor. Ermurod degan o'rtog'im, Krido degan o'rtog'im yo'ldashib, ular boshqacha fikrlaydi. Animeshiklarga tushunarli bo'lsin deb ayta olaman. Berserk, Vinland Saga, 91 kun, Samurai Champloo, shunga o'xshagan animelarga qiziqadigan bolalar. Da, ular populyarni emas, populyarni narsaga qiziqmaydi ular. Obishning ko'zdan chetda qolgan, lekin qaysidir ma'noda legenda narsalar. Bilmadim, balkim so'zlarim tushunarsiz bo'lib qotgandir, balki mavzudan chetlashib ketayotgandirmiz. Mayli, fikrlashga qaytsak, hammaning o'zining fikri va dunyo qarashi bor. Buni qo'llab-quvvatlash kerak. Lekin ba'zi bir holatlar istisno. Misol uchun ateizm g'oyalari. Men ularga qarshiman. Ateist bo'lib ketgan bolalarga qarshiman. Animeshtiklar orasida unaqalar juda ham ko'p. Buni tan olish kerak. Men animeshtikman, anime ko'raman, lekin u kim kelib sizlarda o'zbeklar ham ateistlashib ketyapti, ulardan juda ko'pchiligi animeshtiklar ekan desa, ha, to'g'ri deyman. Chunki bu haqiqat. Ich-ichidan Xudoga qarshi, dinga qarshi, lekin o'zining dunyo qarashi bor. Nima qilay? So'kiymi, uraymi, tepaymi? Bir qarshi bo'lib chiqdim. Hatto Instagramda postlar qilib qo'ydim va yozishyapti. "Aka, bu shunchaki ularning fikri, sizning nima ishingiz bor?" Rostdan ham, mana nima ishim bor ularning fikri bilan. Muhimi fikri bor. Bu yerda men odamlarning o'zining fikri yo'q deyapman-da, keyin bu yerda turib birovning o'zining fikri bilan chiqqan payt yomonlayapman. To'xta,
men ham o'zim fikrim bilan chiqqan paytim odamlar yomonlayapti, ularning ham vaziyati shunaqadir dedim. Lekin bu istisno variantlar edi. Ya'ni o'zini dinidan voz kechish, noto'g'ri narsalar. Meni fikrim bor. Men oversize kiyinib yuraman. Meni fikrim bor. Sochimni ayirib yuraman. Meni fikrim bor. Mana shunaqa yuraman. Kerak bo'lsa pomada surib olaman. Meni fikrim bor deb yurgan bolalar bor, даже gay bolalar ham bor. Bu tan olish kerak. Meni fikrim bor deb turib bu narsani o'ziga qalqon qilib turib, bilgan bo'qqini yeb yurgan odamlar ham bor. Bular istisno. Bulardan просто pashol ti deyish kerak edi, uzoqroq yurish kerak. Bilmadim, hozir gapimdan keyin xuddi o'zimni gay degandek bo'lib qoldim, lekin unaqa emas. Bilmadim. Bu narsa to'g'risida gapirmasam bo'lmasdi. Chunki hech kim bu narsa to'g'risida gapirmayapti. Bizda geylar bor, realni. Men juda ko'p marta kommentariyalarda ko'rganman. Menga like bosayotgan odamlarni ko'ryapman. Shunchaki Instagramda postlarni ko'rib turibman. Bular o'zbekmi deysiz? Bular musulmonning bolasimi deysiz? Lekin bizni blogerlar, bizni jamiyat, axborot vositalari bular to'g'risida gapirmaydi. Bu yomon, juda yomon. Bularni ochiqlash kerak. Bularni gapirish kerak. Bularga qarshi kurashish kerak. Ateistlarga qarshi, geylarga qarshi, erkin jins vakillari deylik, juda xunuk eshitiladi geylar. Pedofillarga qarshi. Pedofillarga qarshi kurashishadi. Bunga ignor qilib bo'lmaydi. Ha, kurashyapti. Hatto bizning shaharlarimiz musur bo'lib ketayotganligiga kurashyapti. Piyodachi misol uchun O'rikko'li. Qo'yil, biz rivojlanyapmiz. Lekin rivojlanayotgan shaharlar deb atalayotgan joylarni hammasida ham geylar, ateistlar bo'lishi kerak degani emas-ku. To'g'rilashimiz kerak. Agarda mana ko'nglim sezyapti, yaqin kunlarda bu narsalar juda ham avj olib ketadi. Katta avj olib ketadi. Chunki biz dunyoga yana ham ochilishni boshlayapmiz. Ko'chada menimcha hammamiz bir marta bo'lsa ham chet ellik, misol uchun amerikalik odamlarni ko'ryapmiz. Kirib kelishyapti. Biz ham chiqyapmiz. Qadriyatlar buzilib ketishi mumkin. Men davlatlar to'g'risida ajrashish niyatim yo'q, lekin Qozog'istonda bo'lganman. Qozog'istonda qarindoshlarim bor. U yerda qadriyatlarni ushlab qolish qiyin bo'ladi. Blogerlar kurashyapti o'zlarini qozoqlar qadriyatini ushlab qolish uchun, til qadriyatini ushlab qolish uchun. Biz ham kurashishimiz kerak deb o'ylayman. Nimadandir boshlashimiz kerak. Mana bunaqa stolda o'tirib, aynimuncha ushlab turib, jamiyatimizni o'zida fikri yo'qligi va fikri yo'qlar odamlar, fikri bor qanaqadir geylar, ateistlarni qo'llab-quvvatlayotganligi haqida gapirishim noto'g'ri. Lekin gapirmasam bo'lmaydi. Tutib bo'lmaydi ichda. Gapirish kerak realni. Bunga qarshi odamlar ko'p, juda ham ko'p. Blogerlar ichida ham ko'p. Qarshi realni, lekin gapirmaydi. Chunki gapirsa, tipa, men geylarni taniyman, yo bo'lmasam geylar meni kuzatadi deyishga uyalishadi. Bor ular, translar ham bor, o'zinglar ham bilasizlar va ularga obuna bo'lishyapti. Qanaqa darajada qurt miya bo'lish mumkin ularga obuna bo'lib kuzatish uchun. Nimasi? O'zini fikrlashi, o'zini uslubi menga yoqadi. Bu istisno variant. Ey, dabba! Undan ko'ra Tayson bilan Saturnni ko'r. Bilmadim. Rivojlanish deganda, zamonaviy fikrlash deganda odamlar nimani tushunadi? Ko'p o'ylayapman oxirgi payt. Bu narsalar haqida. Oxiri borib nima bo'ladi? Ertaga 100 yo bo'lmasam 50-60 yildan keyindir kim biladi. Ularning farzandlari shunaqa gay, translarga podpisk bosishi yoki ular bilan bitta maktabda o'qishi. Ditulki ular, meni farzandlarim, biling. Hali yo'q farzandlarim shunaqa odamlar bilan birga o'qishi, maktabga borishi yo bo'lmasam shunaqa odamlarni Instagramda, YouTube'da kuzatish haqida o'ylasam, asam buziladi. Uni to'xtata olmaysiz. Chunki hozir meni adam to'xtata olmayapti-ku. Anime ko'rishdan yo bo'lmasam o'zimni fikrimni bemalol ayta olishimdan to'xtatmayaptilar. Ba'zi bir payt men qarshi chiqaman, dada, meni fikrim bor. Ertaga bolam menga kelib turib, dada, meni fikrim bor deb kelib qolsa, nima qilaman? Hozir o'zi bu narsani to'xtatish kerak deb o'ylayman. Hatto bitta ateist YouTube ochganini ko'rdim. Bizni bobolarimiz, ya'ni ajdodlarimiz haqida yomon gaplar gapiryapti. Ularni geyga chiqaryapti yo mana musulmon dini yo'q deyapti. Ya'ni shu gapni aytyapti. Abror Muxtor Ali bilan ham ta'riflashibdi. Biling, eng qizig'i uni kuzatishyapti-da. Ana u yaxshi. Negativ yozishyapti, yig'ishlar, boshqa balobatlar. Shunchaki bloklab chiqib ketish imkoni bor-ku, yo bo'lmasam ular haqida boshqa bir ommaviy axborot vositalarida gapirish, yo bo'lmasam blogerlar o'zini fikrini aytib chiqish imkoniyati bor-ku. Nega gapirishmayapti? Shu meni o'ylantiryapti. Bilmadim. To'g'ri, ularning ham o'sha blogerlarning ham o'zini fikri bor. O'zini yo'nalishi bor. Bu mavzuga gapirib chiqmaslik, gapirish o'zlarining huquqi. Lekin iste'mol sifatida ulardan so'ragan bo'lardim. Gapirib chiqishni. Aytmoqchi bo'lgan gaplarim shu edi. Video olayotgan telefonning xotirasi tugab qoldi. Shuning uchun gap qisqa qilamiz. Hammaga rahmat, oxirigacha ko'rganingiz uchun. Sal asabim buzilyapti.
yarim soat cho'tga bo'lib ketaman. Xo'p. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Agar YouTube'dan akkaunt ochmagan bo'lsangiz, shunchaki bu videoni boshqa bir odamlarga jo'natib qo'ying. Sharoitingizga qarang. Agar obuna bo'la olsangiz, obuna bo'lishingizni so'ragan bo'lardim. Hammaga rahmat. Video yoqdi degan umiddaman. Yoqsa yoqdi deb yozib ketinglar. Menga motivatsiya bo'ladi.